Bu kitob kimlar uchun? Yoshi 28 dan oshgan insonlarga, orzulariga qanday yetishni bilmay, kimdan yordam so'rashni bilmay yurgan insonlarga, hayotini va o'zini umuman o'zgartirishni istab yurgan insonlarga, bu hayotda o'z yo'lini topolmay yurgan insonlarga, hayotdan, atrofdagilardan, o'zidan xafa bo'lib, odamlardan ko'ngli qolib, dardini ichiga yutib yurgan insonlarga, o'zini omadsiz va baxtsiz his qilib yurgan insonlarga, hayotida krizis va stress bo'lib, shu krizis va stressdan qanaqa qilib chiqish yo'lini topolmay yurgan insonlarga, bu hayotda nima qilishini bilmay, boshini qaysi eshikka urishni bilmay, o'z yo'lini topolmay yurgan insonlarga, tashqaridan soppa-sog' ko'rinadi, lekin ichki dunyosi og'ir kasal insonlarga, kasalliklardan boshi chiqmay, ichi aptekaga aylanib ketgan insonlarga, tushkunlikka tushib qolgan insonlarga, beti kulib turadi, lekin ichi yig'laydigan insonlarga, o'zini hech kimga keragi yo'qdek his qilayotgan insonlarga, hech narsadan xafa bo'lmasa ham ko'zidan yosh chiqaveradigan insonlarga, orzu qilgan hayotiga umuman o'xshamaydigan hayotda yashaydigan insonlarga, orzulari ushalmagandan keyin orzu qilishni to'xtatib qo'ygan va hamma narsadan charchagan insonlarga, tuni bilan uxlolmay, boshidagi to'xtovsiz aylanadigan o'y-xayollardan charchab yurgan insonlarga, kechalari suitsid haqida o'ylab chiqadigan insonlarga, uzoqlarga, hech kim tanimaydigan, topolmaydigan va yetolmaydigan joylarga ketib qolgisi kelib yurgan insonlarga, umuman oynaga qaramay qo'ygan, oynadagi o'z aksini ko'rgisi kelmay qolgan insonlarga, yuragi chil-chil singan insonlarga, yuragi g'am, tashvish, alamga to'lib qon yig'lab yurgan insonlarga, baxt va omadni kalitini topolmay yurgan insonlarga, bu hayotini shunchaki yashab o'tgisi kelmaydigan insonlarga, men hamma narsani bilaman deydigan va bilaman deb yurgan insonlarga, ongi, qalbi, ruhi kasal insonlarga, jismoniy, ruhiy, emotsionalniy, mentalniy olamlari musurga to'lib ketgan insonlarga, juda ko'p vaqtini ishda o'tkazadigan insonlarga, kechasi bilan uxlolmaydigan insonlarga, haddan ziyod ko'p ovqat yeydigan insonlarga, juda ko'p uxlaydigan insonlarga. Agar sizda mana shu tashxislarni bittasi ham bo'lsa, bu kitob siz uchun yozilgan. Ustoz tanlash. Har bir inson hayoti davomida ustozga muhtoj bo'ladi. Inson tug'ilganida uning ilk ustozlari ota-onasi bo'ladi. Ular hayotni boshlang'ich saboqlarini beradi. Yaxshi, yomonni tanitadi, qadriyatlarni singdiradi. Ammo vaqt o'tadi, inson ulg'ayadi, dunyoqarashi kengayadi. Shunday bosqich keladiki, ota-onadan olingan bilim yetarli bo'lmay qoladi. Hayot murakkablashadi, savollar ko'payadi va inson ongli ravishda o'ziga yo'l ko'rsatadigan haqiqiy ustoz izlay boshlaydi. Bugungi kunda ustoz topish qiyin emas. Siz YouTube orqali ma'ruzalarni ko'rishingiz, Instagram orqali fikrlarni kuzatishingiz, avtobiografiyasini o'qishingiz, kitoblari bilan tanishishingiz mumkin. Men sizga ustoz bo'lish mumkin bo'lgan insonlarni ismlarini taqdim etaman, lekin tanlovni o'zingiz qilasiz, chunki ustoz tanlash
Bu juda katta mas'uliyatdir. Ustoz tanlaganda bir nechta muhim omillarga e'tibor berishingiz kerak. Birinchidan, uni gaplarini eshitganingizda ichingizda nimadir junbushga keladimi? So'zlari yuragingizga yetib boradimi? Agar uni fikrlari sizni uyg'otsa, ichingizda harakat paydo qilsa, demak, u inson siz uchun ulug' ustozdir. Ehtimol aynan shu inson sizni o'tirgan chuquringizdan olib chiqadigan yo'l ko'rsatuvchidir. Ikkinchidan, ustozni hayot yo'liga qarang. U qayerda tug'ilgan, qanday qiyinchiliklardan o'tgan, bugungi darajaga qanday yetgan, shularni o'rganing. Qozonga yaqin yursang qorasi yuqadi degan gap bor. Ya'ni kimga ergashsangiz taqdiringiz ham ma'lum ma'noda o'sha yo'nalishga buriladi. Ustozning hayot tarzi, qadriyatlari va tanlovlari sizga ta'sir qiladi. Shuning uchun uning yo'li siz istagan manzilga mos kelishiga ishonch hosil qiling. Uchinchidan, hayotiy tajriba va dunyoqarash masalasiga e'tibor bering. Erkak va ayolning hayotga qarashi, mas'uliyati his etishi, muammolarni hal qilishi uslubi ko'pincha farq qiladi. Agar erkak bo'lsangiz, erkak ustozdan ko'proq amaliy va mos tajriba olishingiz mumkin. Agar ayol bo'lsangiz, ayol ustoz sizni ichki kechinmalaringizni, hayotiy bosqichlaringizni yaxshiroq tushunish ehtimoli yuqori. Bu qat'iy qoida emas, ammo e'tibor berishingiz va e'tiborga arziydigan jihatdir. Eng muhimi, ustoz tanlagach yarim yo'lda tashlab ketmang. Ustozni qilganini qilma, aytganini qil degan maqolni shior qiling. Chunki ustozning natijasi uning tajribasi, sizning natijangiz esa uning tavsiyalariga amal qilishingizga bog'liq. Ustoz bu yo'lni tezlashtiradigan omil. Ustoz bu xatolarni kamaytiradigan tajriba. Ustoz bu manzilga olib boradigan yo'lni ko'rsatuvchidir. To'g'ri ustoz tanlasangiz va uni ortidan ongli ravishda yursangiz, belgilangan manzilga ancha tez va aniq yetib borasiz. Ustozlar ismi sharifi rus harflarida yozib chiqdim, sababi Google'dan rus harflarida yozib izlasangiz, topishingiz oson va tez bo'ladi. Butun dunyoga mashhur ustozlar, nastavniklar va masterlar ismi shariflari yozilgan ro'yxat. Louisa Hay, Shakti Gawain, Luli Vilma, Byron Katie, Rhonda Byrne, Barbara Sher, Tamara Schmidt, Vienna Stable, Liza Nichols, Tursunoy Sodiqova, Marhabo Karimova, Natalya Pravdina, Irina Hakamada, Elizaveta Babanovna, Oksana Duplyakina, Shefali Sebari, Marisa Pir, Marie Konda, Elena Drumova, Lyudmila Plet, Emily Fletcher, Elizabeth Gilbert, Brené Brown, Sue Johnson, Gretchen Rubina, Leila Lowndes, Seklitova Larisa, Dr. Leila, Barbara De Angelis, Liz Burbo, Marina Targakova, Sonia Shaket, Sherry Schneider, Jen Sinsora, Mel Robbins,
Liza Nichols, Marina Semyonovna, Wayne Dyer, Joseph Murphy, Robert Adams, Andrew Matthews, John Keha, Joe Vitale, Joe Dispenza, Greg Braden, Jose Silva, Carlos Castaneda, Hal Elrod, Mirzakarim Norbekov, Anthony Robbins, Robin Sharma, Neil Donald Walsh, Vladimir Zhikarentsov, Randy Gage, Vadim Zeland, Satyan Das, Sergey Kovalyov, Mitch Albom, Alexander Sviashev, Oleg Torsunov, Eckhard Toller, Valery Sinelnikov, Abay Konambay, Romana Maharashi, Sergey Bubnovsky, Shamil Alauddinov, Vishen Lakyan, Norman Pell, Kamal Ravikant, Said Murod Davlatov, Bodo Shefer, Colin Tipping, Brian Tracy, Paula Coelho, Ryan Holiday, Quvanish Shumbay, Jack Fresco, Michael Roach, Mikhail Lightman, Sadhguru, Osh, Jim Quick, Nekrasov, Katsuzo Nishi, John Gray, Deepak Chopra, Napoleon Hill, Dalai Lama, Rami Black, Wim Hof, Paul Breck, Robert Kiyosaki, Jack Canfield, Kamal Ravikant, Sergey Lazarev, Albert Vilolda, David Hawkins, Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf, Zakir Naik, Ihalake Hyulin, Bob Proctor, Alexey Sitnikov, Abraham Maslow, Robert Alex Johnson, Adam Jackson, Edith Eva Eger, Almin, Jeff Foster, Itzhak Bentov, Alexey Kapranov, Miyamoto Musashi, Peter Kelder, Jochen Hari, James Kerr, Darren Hardy, Richard Bach, Gobert Mate, Yevgeniy Pavlovskaya, Robert Schenfelder, Irvin Yalom. Kitoblar ro'yxati. Kitob bilim o'chog'i degan maqolni maktabda hammamiz yodga olganmiz, lekin uni kuchini hech kim bizga tushuntirmagan ekan. To'g'ri tanlangan kitob sizning hayotingizni umuman o'zgartirib yuborish qudratiga ega ekan. Lekin bilingki, hamma kitob ham insonga bilim bermaydi. Qisqasi, kitobni ham bilib tanlab o'qish kerak ekan. Kitobni o'qimasangiz qanaqa qilib bilamiz degan savol tug'iladi. Buning yechimi oson. Play Marketdan Play kniga degan programmani tortib, xohlagan kitobingizni boshidagi 30 ta betini o'qib olsangiz bo'ladi. Kitobni boshini o'qiganingizda o'sha tushunasiz, sizga bu kitob kerakmi yoki yo'qmi. Men o'z ustimda ishlash yo'lini boshlaganimda qaysi kitobni o'qishni
O'qishdan boshlashni bilmay, kitob do'koniga borib, tanlay olmay, boshim qotib, ko'zimga chiroyli ko'ringan yoki obloshkasi chiroyli kitobni sotib olib kelaverardim. Juda ko'p kitob o'qib shuni tushundimki, kitobni o'zini o'rvini bor ekan. 1-sinf o'quvchisiga 9-sinf adabiyotini berib qo'ysang tushunmaganidek, kitobni o'zini darajasi berar energiyasi ham bor ekan. Hozirgi sizlarga beradigan kitoblar ro'yxatini ko'rib, o'zingizga yoqqanini o'qib ko'ring. Hammasi eng zo'r kitoblar. Kitoblar ro'yxati. Kitoblar ro'yxatini rus harflarida yozib chiqdim. Agar Googledan yoki YouTubedan izlaydigan bo'lsangiz, topishingiz oson bo'ladi. Agar o'zbek tilida tarjimasi bo'ladigan bo'lsa, bemalol topib o'qisangiz bo'ladi. Richard Bach, Chayka, Jonathan Livingston, Ицхак Бентов, Мир как маятник, Алексей Капранов. За что мне такому хорошему такая хреновая жизнь? Миямото Мусаси. Книга «Пяти колец». Питер Келдер. Древний секрет источника молодости. Йохан Хари. Украденный фокус. Джеймс Клир. Атомные привычки. Даррен Харди. Накопительный эффект. Джозеф Мерфи. Сила вашего подсознания. Джон Кеха. Подсознание может все. Хосе Силва. Управление разумом. Наполеон Хилл. Думай и богатей. Шакти Гевейн. Творческая визуализация. Карлос Кастанеде. Учение Дон Хуана. Владимир Жикаренцев. Жизнь без границы. Эстер Хикс и Джерри Хикс. Законы притяжения. Ронда Бёрн. Магия. Экхарт Толле. Пробуди силу настоящего. Уэйн Дайер. Когда поверишь, тогда и увидишь. Уилл Боуэн. Мир без жалоб. Норман Винсент Пил. Сила позитивного мышления. Мирзакарим Норбеков. Опыт дурака. 1, 2, 3, 4, 5 том. Нил Дональд Уолш. Беседа с Богом. 1, 2, 3, 4 том. Луиза Хей. Исцели свою жизнь. Алан и Барбара Пис. Книга «Ответ». Майкл Ньютон. Путешествие души. Лиз Бурбо. Твое тело говорит «люби себя». Колин Типпинг. Радикальное прощение. Дэвид Хокинс. Успех в тебе. Эндрю Мэтьюс. Живи легко. Тара Брах. Радикальное принятие. Алексей Ситников. Карма Мэджик. Адам Джексон. 10 секретов любви, богатства, счастья и здоровья. Сергей Лазарев. Диагностика кармы. 1-dan 12 tomgacha. Анатолий Некрасов. Материнский любовь. Садхгуру. Внутренняя инженерия.
Don Miguel Ruiz. Четыре соглашения. Эрнест Холмс. Наука разума. Робин Шарма. Клуб 5 часов утра. Ольга Примиченко. К себе нежно. Сергей Ковалев. Мы родом из страны страшного детства. Майкл Ньютон. Путешествие души. Клоуз Джоуз. Посланник. Тимоти Лири. 7 языков Бога. Берта Холлингер. Порядки любви. Эрик Бёрн. Игры, в которые играют люди. Дэвид Бёрнс. Терапия настроения. Виктор Франклс. О смысле жизни. Леонард Ор. Осознанное дыхание. Джек Кенфилд. 50 правил успеха. Краян. Ирвин Дэвид Ялом. Палачи любви. Санджай Гупта. Устойчивый мозг. Валерий Синельников. Формула жизни. Грег Брейден. Божественная матрица. Александр Свияж. Как быть, когда все не так, как хочется? Tursunoy Sodiqova. 1, 2, 3, 4 tom kitobi. Hal Elrod. Магия утра. Камал Равикан. Любви. Саид Мурод Давлатов. Стратегия мышления богатых и бедных людей. Бодо Шефер. Законы победителей. Роберт Кийосаки. Богатый папа, бедный папа. Сатьяндас. Счастье, любовь, замужество. Библия. Бхагавад-гита. Будда, эзотерика, Веди. Люля Вильма. Прощаю себя. Кацузо Ниши. Очищение душа. Ванна Стайбл. Тета исцеления. Дипак Чопра. Книга Тайна. Пол Брек. Чудо голодания. Александр Полиенко. Жизнь в удовольствие. Мыч альбом. Вторник с моря. Paulo Coelho. Alximiya. Ongni kengaytiradigan va o'stiradigan kinolar ro'yxati. Birinchisi Tayna 2006-yilda chiqqan. Ikkinchisi Samadhi 1, 2, 3 seriyadan turadi. 2017-yili chiqqan. Единство 2015-yilda chiqqan. Zemlyani 2015-yilda chiqqan. Исцеление 2017-yilda chiqqan kino. Живая матрица 2009-yilda chiqqan kino. Счастье есть 2009-yilgi kino. Тони Роббинс. Я не твой гуру 2016-yilgi kino. Samsara 2011-yilgi kino. Baraka 1992-yilgi kino.
Indigo 2003-yilgi kino. Zen 2009-yilgi kino. Человек, который изменил все 2011-yilgi kino. Joy Ashram 1 на миллион. Повар на колесах. Интервью с Богом. Хижина. Жизнь Пи. Призрачный красота 2016-yilda chiqqan kino. Den Surka 1993-yilda chiqqan kino. Белый тигр 2020-yilgi kino. Millioner из трущоба 2008-yilgi kino. Прекрасная зеленая 1996-yilgi kino. Teta Healing. Мирный воин. Невидимая страна. Зеленая книга. Области тьмы. Капернаум 2018-yili chiqqan kino. В погоне за счастьем. 1+1 filmi. Душа мультфильм. Супер отсталик. Отважный. Полианна 2003-yili chiqqan kino. Gandhi 2013-yili chiqqan kino. Forrest Gump. Rocky 1976-yili chiqqan kino. Беседа с Богом 2006-yilgi kino. Всегда говори да. Карате пацан. Трасса 60. Я начало. Ангел А. Пикей. Головоломка. Мультик. Три идиота. Кино. Ешь, молись, люби. Чистый лист 2010-yilda chiqqan kino. Тысяча слов. Матрица. Беседа с Богом. Доктор Стрэндж. Вторник с Мори. Особенные. Люси. Mana shu kitoblarni kinolarni hammasini bemalol Google'dan topib ko'rsangiz bo'ladi. Aziz o'quvchim, mani Instagram, Telegram, YouTube kanalimda mana shu kinolar haqida batafsil ma'lumot berilgan.